Oldinlari hamma uylarda mehroblar bo'lgan. Hozirga kelib bu mehroblardan hamma voz kechdi. Sababi bu hozirgi interyer dizaynga to'g'ri kelmaydi. Masalaga bu mehrobdan voz kechmagan holatda qanday qilib mebel bilan yechim qilganimizni ko'rsataman. Hozir bu ko'rib turgan mebelingiz shkafga o'xshab ko'rinadi, lekin biz buni mehrob ichiga shkaf joylab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bir tomoniga polka, vishilka kiyim ilgani, bitta velosiped tumba qilib berganmiz. Joy kichkina bo'lganligi sababli joydan foydalanish maqsadida ichiga termoni ham joylab berganmiz. Hozir buni oynagini qo'yamiz. Oynaga tayyor bo'lmagani sababli hali qo'yilmadi. Usta, yoningizda turgan divonni kim qilib bergan? Bu divanni o'zimiz tayyorlab berganmiz. Matraslarni ham eng sifatlisidan foydalanilgan. Ustidagi materiallarni ham turetskiy. Buni razmerlari ham klientimiz buyurtmalariga asosan katta formatda tayyorlab berganmiz. Agar siz ham uyingizni zamonaviy holatga keltirmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling.